Farishta ana shu bozg'on bilan benamoz kishini shundoq bir qattiq urudiki, ya'ni bir odam bilan kofirning o'tirisidagi farq uning namozni tashlashda. Qabrda azob tortishimizga sabab bo'lgan ishlar qaysi? Buning birinchisi biz ilgirki derslerimizde deganimizdek bizning qabrdagi ahvolimiz oxiratdagi ahvolimizni belgilaydi. Ya'ni qabrdagi ahvolimiz yaxshi bo'lsa, oxiratdagi qiyomat kundagi ahvolimiz yaxshi bo'ladi. Agar qabrdagi ahvolimiz yaxshi bo'lmasa, oxiratdagi ahvolimiz yaxshi bo'lmaydi. Undaqda bizning qabrdagi ahvolimizning yaxshi bo'lmasligiga sabab bo'lgan, ya'ni qabrda azob tortishimizga sabab bo'lgan ishlar qaysi? Buning birinchisi namoz. Ya'ni namozga sal qarash, namozni tashlash va shundaqla namozni kechiktirib, qazo qilib o'qish. Namoz o'zini musulmon deb qaragan odam uchun qilmasa bo'lmaydigan, chuqum ado qilishga tegishli bo'lgan bir burch. Ya'ni namoz musulmonning kimligi. Ya'ni bir odamning ismining musulmonlar daftarida bo'lish bo'lmasligi uning namoz o'qigan va o'qimaganligi, shundaqla namozga ahamiyat bergan va bermaganligiga bog'liq bo'ladi. Agar bir odam namoz o'qimasam nima bo'pti? Men namoz o'qimagan bilan qalbim pokiz, namoz o'qimaganlardan nurg'unlagan yaxshilarni qildim deb namozni o'qimasa, ya'ni namozning farzligini bilib, uni inkor qilib o'qimagan bo'lsa, bütün olimlar, bütün fiqhshunoslarning qarshilan birdek holda kofir bo'lib ketadi. Ya'ni dindan chiqib ketadi. Payg'ambar alayhissalom bu haqda baynal abdi va bayna shirki awil kufri tarkus salat. Bir odam bilan kufrning yoki shirkning o'tirisidagi farq, ya'ni bir odam bilan kofirning o'tirisidagi farq uning namozni tashlashda deydi. Ya'ni bir odam namozni tashlasa, uning mushrikdan va kofirdan hech farq qolmaydi. Bir odamni kofirdan, mushrikdan farqlantirib turadigan uning namoz o'qishi. Payg'ambar alayhissalom yana bir hadisda faman tarakaha faqad kafar. Qandoq bir odam namozni tashlasa, ya'ni hech qanday o'zrisi yo'q, sunnab qolmoqlik, hushidan ketmoqlik, uxlab qolmoqlik, ya'ni o'zrisi yo'q holda namozni qasddan tashlagan bo'lsa, faqat kafir, kofir bo'lib ketdi deydi. Undaqda namoz o'qimaslikning, namozni tashlashning yoki namozni qazo qilib, kechiktirib, sal qarashning bizning qabrda azob tortishimizga qanday munosabati bor? Bu ishlar bizning qabrda azob tortishimizga sabab bo'ladi. Albatta sabab bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bir kuni sahobalarga "Man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Alloh taolaning kimki mening zikrimdan yuz o'raydi ekan, uning uchun xor turmush, xor hayot bo'ladi degan bu oyat kim haqida tushgan bilamsizlar deb so'raydi. Sahobalar Alloh va uning elchisi eng yaxshi bilguvchi, biz bilmaymiz deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu oyat kofirning qabr azobi haqida tushgan. Ya'ni kofir namozni inkor qilib o'qimagan kofir qabrsiz ichida uning 99 dan yılan tashlab beriladi. Bu yılanlar o kafirning bütün bedellerini ta ki kıyamet turg'uchi chaqadi deydi. Bu faqat namozni inkor qilib o'qimagan kafirning qabrdagi azobining faqat bir qismi. Bundan boshqa namozni inkor qilib o'qimagan kafir qabrdagi farishtaning savol so'roqlariga javob bermaydi. Alloh taolo farishtalarga buyruq qilib bu kishiga, ya'ni namozni qasddan tark etgan, qasddan namoz o'qimagan bu kafir kishiga o'tdan silinch silinglar, uni o't bilan qo'rshanglar, uningga do'zaxdan bir ish ichinglar deydi. Farishtalar Allohning buyrug'iga binoan uning o'tdan silinch soladi va uning osti usti hamma tarafini o't qorishaydi va uningga do'zaxdan bir eshik ochadi. Do'zaxdan ochilgan u eshikdan do'zaxning noit ses harorati va zaharli puroqlari uningga kirib turadi. Bundan boshqa uningga atdigan oqshomda do'zaxning o'ti ko'ztiladi. Ya'ni do'zaxning o'tiga to'g'ri qilinadi va uning qabrisi uni qistab, qo'g'ilari birisi-birisiga kirishib ketadi. Ondan keyin ko'maydigan, anglamaydigan bir farishta qo'lida bir bozg'onni ko'tarib u odamning qishig'iga keladi va u odamni shu bozg'on bilan urishga boshlaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu bozg'onni sifatlab, agar u bozg'on bilan taqqa urilgan bo'lsa-edi, lakana turaba. O taq tuproq olib ketgan bo'ladi deydi. Farishta ana shu bozg'on bilan benamoz kishini shundoq bir qattiq uridiki, o odam noit qattiq to'laydi. Bu odamning to'lgan ovozini inson va jindan boshqa bütün mahluqotlar, hayvonlarning hammasi anglaydi va u odam tuproqqa aylanib ketadi. Ondan keyin u odam yana qayta asli keltiradi. Ondan keyin u farishta shu bolqonini yana uradi. Toki qiyomat kungacha mana shunday azob uning to'xtamay davomlashadi. Bundaq dahshatlik azobning ichida Alloh taolo bergan 24 soat vaqtdan 1 soat vaqtini ajratib namoz o'qimagan, namozga sal qaragan, namozni qasddan tashlagan odam nihoyat qattiq pushaymon qiladi. Mana bu qasddan namoz o'qimagan, namozning farzligini bilib turib uni inkor qilgan odamning qabrsidagi azobi. Ammo namozning farzligini bilib turib uni inkor qilmay, "Erta boshlayman, bugun boshlayman" deb g'ururlik qilib o'qimagan bo'lsa, bir qism olimlar bu odam o'xshashlik kofir bo'ladi. Buning qabrdagi azobmi ilgirki odamniki o'xshash bo'ladi deb qaraydi. Yana bir qism olimlar agar bir odam namozning farzligini
faziletini bilib, onunğa hürmet qilib, onu inkar qilmay, g'ururlik qilib, bugun boshlayman, ati boshlayman deb o'qiyanmagan bo'lsa, mushundaq holatda ajali tushib o'lgan bo'lsa, bu odam kofir bo'lmaydi, asi, fosiq, gunohkor bo'ladi. Shuning uchun buning qabrdagi azobimi kofirning azobiga o'xshash emas, asining azobiga o'xshash bir oz yengil bo'ladi deydi. Ama asinin kabrdagi azobimi nihoyat qo'rqinchli va dahshatli. Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga namoz o'qimagan, namozga sal qaragan, ya'ni namozni inkor qilib emas, g'ururlik qilib o'qimagan kishilarning qabrdagi azobini qanday bo'lganligini payg'ambarimizga tushida ko'rsatgan. Payg'ambarlarning tushi haqiqat va rost. Samura ibn Jundub radhiyallohu anhu naql qilgan hadisda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bir kuni tushida ikki farishta uning qishig'iga kelib payg'ambarimizni ikki odamning qishig'iga akeladi. Bu ikki odamning birisi yelinchi yotgan, yana birisi u odamning qishida taşdan birini tutup o adamın kallısına qattiq birini urdu. Taş o adamın kallısını micvetkendan keyin domulab tushdi. O adam keyninden qo'g'lab taşni yana qo'liga oladi. Ondan keyin o adamning beshining asli kirishini saqlaydi. Bir ozdan keyin beshi mijlib ketgan adamning beshi asli kiradi. Ondan keyin o adam yana shu tash bilan uning kallasiga urdi. Beshi yana mijlib ketadi. Taş yana domulab tushdi. O adam yana taşni keyninden qo'g'lab berib taşni qo'liga oladi. Ondan keyin uning beshining asli kirishini saqlab turadi. Beshi asli keladi. Ondan keyin yana uradi. Mushundaq damlashayotgan ikki odamning qishig'i keladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom farishtalardan bu odamlar nima qilgan odamlar deb so'raydi. Farishtalar javob berib, "Fa innahu ar-rajulu ya'khudul Qur'an fayarfuduhu va yanamu 'anis salat." Bu odam bo'lsa, ya'ni beshi mijilgan odam bo'lsa, Qur'on o'rgangan, ammo u Qur'onga amal qilmagan, Qur'onning buyruqlarini rad qilgan va shundaqla yanamu 'anis salatil maktuba. Farz namozlardan uxlagan odam deydi. Ya'ni farz namozlarning vaqti kirsa, vaqtida o'qimay, uxlab qazo qilgan odam deydi. O'ylab baqing. Namoz o'qimagan emas, namozni vaqtida o'qimay, uxlab, vaqtidan chiqib, kechik turib, qazo qilib o'qigan odam mushundaq azoblangan yerda bir butun namoz o'qimagan, peshonasi sajdaga tegib baqmagan kishilarning qabristik azobi qanday bo'ladi? Buning o'xshash ko'rinishini payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Miroj kunisimi ko'rgan. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Mirojga chiqqan vaqtida bir to'p kishilarning qallisiga toshlardan urilib mijlayotganligi, ondan keyin yana asli keltirilganligi, ondan keyin yana toshlardan urilib mijlayotganligini ko'rdi. Bundan hayron qolgan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Jibril alayhissalomdan bu odamlar nima odamlar? Nima uchun buncha azob tortadi deb so'raydi. Jibril alayhissalom ular haqida haulaillazina tatafaqalu ru'usuhum 'anis salatil maktuba. Ular bo'lsa, ya'ni toshlar bilan kallasi mijilib qabrda azoblanayotgan kishilar bo'lsa, farz namozdan besh ig'ir kelgan kishilar. Ya'ni farz namozga g'ururlik qilgan kishilar, farz namozga sal qilgan kishilar. Namozga sal qilgan kishilarning jazosining beshiga markazlashishi ularning beshi sajdaga berishdan g'ururlik qilganligi uchundir. Ya'ni beshini Allohga qo'yishdan, Allohga bo'ysunishdan, Allohga sajda qilishdan tatqanligi uchun Alloh taolo ularning jazosini beshiga markazlashtirgan. Ammo besh vaqt namozni to'liq o'qigan odam qabrida ikki farishtaning savollariga nihoyat ravon javob beradi. Va shundaqla namoz uning qabrisida uning nuri bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom as-salatu nurun deydi. Namoz nur bo'ladi deydi. Ya'ni namoz dunyo hayotida bizning yuzimizga nur bo'ladi. Qabrimizda bo'lsa, bizning qabrimizni yuritadi. Oxiratda bo'lsa, oxiratning qorong'uligida bizni yo'qlikqa ega qiladi. Biz odatda vafot topgan kishilarga nur ichida yotqay deymiz. Agar u odam namozni to'liq ado qilgan bo'lsa, haqiqatan nur ichida yotadi. Shundaqla bir odam o'lib qabrisiga qo'yilgandan keyin eng dastlabda uning qishig'iga uning namozi keladi va u maytning beshining qishida turib, uni azoblash uchun kelgan azoblarga va ma qibali madkhal. Men tarafda kirish yo'q. Ya'ni bu bandini azoblayolmaysizlar deb u bandining beshini asos qilib butun a'zolarining hammani azobdan qo'g'daydi. Ya'ni namoz tashlagan odamning azobi uning beshini qartilgan bo'lsa, uni qo'g'daydigan tarafmi eng avval uning beshini qo'g'daydi. Undan boshqa butun badallarni qabrdagi azobdan saqlaydi. Demak, namoz qabrimizda bizni mudofaa qiladigan birinchi tunji ibodat. Shundaqla qiyomat kuni bizdan tunji hisob elinadigan narsa namoz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom inson tunji qatim hisob beradigan narsa namoz. Agar namozi joyida bo'lsa, faqat aflaha va anjaha. Bu odam utuq qozondi, do'zaxning azobidan saqlandi. Va in fasadat faqad khaba va khasir. Agar namozi yaxshi bo'lmasa, ya'ni namoz imtihonidan, namoz savol suruqidan o'tilmasa, u odam ziyon tortdi, do'zax azobi va qabr azobidan saqlanmadi deydi. Demak, biz namoz o'qimay turib, men namoz o'qimagan bilan mening qalbim pokiz deganimiz o'zimizni aldaganlik. Agar bir odam qalbining pokiz bo'lganligi uchun namoz o'qimasi bo'ladigan ish bo'lsa edi, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom namoz o'qimasi bo'ladi. Chunki dunyoda, koinotda, yer yuzida payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomda qalbi pokiz kishi yo'q. Shundaq turib payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom putlari ishib ketguncha namoz o'qigan. Demak, sizning qalbingizning pokiz bo'lganligi namoz o'qimasligingizga bahona bo'lolmaydi. To'g'ri, qalbingiz pokizdir, lekin shu qalbingizning pokizligi
Allah'ın nazarida itibar qilinish uchun chuqum uning oldiga bir qo'yilishi kerak. Ya'ni namoz o'qishingiz kerak. Chunki namoz islomning nazarida bir qancha nollarning oldiga qo'yilgan birga o'xshaydi. Agar bir bo'lmasa, keyniga xayr saxovat, qalbning pokizligi, rostlik deganga o'xshagan nurg'ulg'an qimmatlar, ya'ni nollar qo'yilib ketsa, ya'ni hammasi nol hisob. Agar uning beshiga namozdan iborat bir qo'yilsa, u vaqtda u qimmatini topgan bo'ladi. Chunki namoz payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek miftahul jannah, jannatning ochquchi. Bundan boshqa namoz Alloh taolo tomonidan insonlarga tashlangan Allohning arg'amchisi. Namoz yo'q odam Allohning arg'amchisiga esilmagan bo'ladi. U odamning Alloh bilan bo'lgan aloqasi uzilgan bo'ladi. Bundan boshqa namoz bizning qabr azobimizga sabab bo'lgan ba'zi gunohlarni yuyadi. Sahobalar payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qishig'a: "Ey Rasululloh, faloni gunohni qilib soldik, faloni ishni qilib soldik" degan vaqtida 5 vaqt namoz o'qamsizlar. 5 vaqt namoz shu orliqdagi gunohlarning hammasini yuyadi degan. Atrofimizning hammasini gunoh qo'rshab turadi. Qaramayli desakmi harom qarab solamiz, haromni anglab solamiz. Bu gunohlarning hammasini kunda o'qigan 5 vaqt namozimiz yuydi. Demak, namozning o'zila qabr azobidan saqlab qolmay, boshqa qabr azobiga sabab bo'lgan gunohlarni yuydi. Shunga dunyoda qalbim huzur topsin, qalbim rahat olsin. Qabrda bo'lsa, nurning ichida yatay. Oxiratda bo'lsa, oxiratning zulmatlari ichida qorong'ulikda qolmay, yo'ruqlik ichida bo'lay desak, namozimizga alohida ahamiyat beraylik. Chunki namoz bizning kimligimiz. Bir musulmonligimizning isboti, hujjati. Namoz yo'q odamning kimlik yo'q. Musulmonligiga hujjati yo'q. Faqat 24 soat ichida 1 soat vaqtimiz ketadi. Alloh taolo buning badaliga cheksiz jannatni beradi. Aksicha Alloh taolo bizga 24 soat vaqtni hammani bersa, saqliq bersa, xotirjamlik bersa, buning qarta 1 soat vaqtimizni chiqarammasak, Allohning yuqorqi azoblariga haqliq bo'lmay nim bo'lamiz.